Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, har qanday duo ijobat bo'ladi. Har qanday duo ijobat bo'ladi. Ijobatda 3 xillik bor. 3 ta ijobat turi bor. Birinchisi, o'sha zahoti so'ragan vaqtingizda ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, Alloh taqdir qilgan bir yaxshi kun bor, o'sha vaqtda, kelajakda ijobat bo'ladi. Uchinchisi, siz Allohdan bir duo qildingiz-ku, Allohga arzingizni aytdingiz, bu yerda bandalikning izhori bor va unga roblik iltijosi bor. Bunga Alloh taolo jannatda savob beradi. Rasululloh aytadilarki, agar qiyomat kuni dunyoda ijobat bo'lmay qolgan duolaringizning natijasida sizga nimalar berilishini bilganingizda edi, bironta duoingiz ijobat bo'lmasligini xohlaysiz. Maşallah.